Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'ur qarindoshlar, qanday ahvolinglar, yaxshimi? Bugun 9-oyning 25-kuni. Mushu 1-2 kundan buyon har qaysi davlatlarning rahbarlari Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 75-navbatlik yig'iniga qatnashib o'tirdi. Yig'inda so'z qilgan rahbarlarning ichida 4 davlatning rahbari Xitoy, Amerika, Xitoy g'arb davlatlari o'rtasida nihoyat keskin talash-tortish fikrlar o'tirib qo'yilibdi. Biz buni tafsiliy tushuntirishdan burun texmo vahshiy bo'lgan bir uchurni anglaymiz. Biz 8-oyning o'rtasida anglatgan bir xabarimizda Amerika davlatining 3 cho'ng quroli bor. Bu 3 cho'ng quroli Xitoy hokimiyatining jinini cho'qim oladi degandik. Unda bo'lsa biz Xitoy davlatining jinini oladigan birinchi ajalliq qurol nima deganda, u bo'lsa Xitoy kommunist hokimiyat rahbarlarining Amerika davlatida yashagan qora joy, yer zamin, oltin, kumush, dollar qatorliq so'zlarni deb o'tgan. Mana mushi jihatda Amerika hukumati Xitoy amaldorlarining qonini bo'g'adigan bo'lsa, Xitoy rahbarlarining vatvarga chiqib ketadi degandik. Mana endi bir oy o'tiblam yaxshi xabarlar paydo bo'lishga boshladi. Amerika davlatida bir torbet bor ekan. Ismi BuzzFeed, ya'ni BuzzFeed News deb qo'ydi ekan. Mushu BuzzFeed News degan torbet nereden topdi ekan? 2600 dan ortiq maxfiy hujjatlarni qo'lga tushiribdi. Bu hujjatlarda ko'rsatilishicha 1999-yildan 2017-yilga qadar davlat halqıgan 5 cho'ng banka qonunsiz pullarga yordam berish, qonunsiz pullarni yuvib berish, qonunsiz pullarni yo'tkab berish jinoiy ishlar bilan shug'ullangan ekan. Bu qonunsiz pullarning qiymati 2 trillion Amerika dollaridan oshib ketar ekan. Bah. Biz hozir qonunsiz pulni yuvgan, yo'tkigan, yordamlashgan, davlat halqıgan 5 cho'ng bankining ismini o'qib baqsaq, birinchisi Morgan bankisi, New Yorkdagi Mellon bankisi, bosh markazi Hong Kongda qurilgan Huifeng Yinhang, yana Amerikadan bor, inglizcha qisqartib HSBC bankisi. To'rtinchisi Standard Chartered bankisi, Amerikada ochgan Germaniyaning Deutsche bankisi. Bu torbet mushundaq hujjatlarni qo'lga tushirgandan keyin Xalqaro tekshirish muxbirlar birlashmasi degan birlashmasi bilan yuqorqi hujjatlarni tang bahramon bo'ldi. Endi bu qo'lga tushirgan 2600 dan ortiq intayin muhim hujjatlarni texi oshkorlamabdi. Endi nimishga paloq-paloq oshkorlab etmadi deganda, bu g'arbliklarning mundaq bir xizmat prinsiplari bor ekan. Navoda bu partlash xarakteridagi bu xabarni oshkorlab etsa, u chog'da bu partlash xarakteridagi xabarning ishonchlik darajasi tuvan bo'lib qolsa, u chog'da xalqaro tekshirish muxbirlar birlashmasi degan birlashmaning yuziga dog' tushib qoldi ekan. Keyin xalqlarmi ishonmaydigan bo'lib qoldi ekan. Endi Xitoy davlatining medialari-chi deganda, shu yolg'on gap topolmagan chog'da rost gap qildi ekan. Endi bu xalqaro tekshirish muxbirlar birlashmasi degan bu organ erishgan hujjatlarga asosan bu hujjatning ishonchlik va chinlik darajasiga isbot to'plabdi. Isbot to'plash orqali bu hujjatlarning kelish manbasi Amerika moliya ministrining boshqurishidagi moliya jinoyatchilarini bir taraf qilish degan organdan, mana mushu organdan oshkorlangan ekan. Xo'sh, endi bu moliya jinoyatchilarini bir taraf qilish organi bu hujjatlarga qanday erishgan deganda, bu hujjatlarni yuqorida biz ismini atab o'tgan 5 cho'ng davlat halqıgan banka bu uchurlarni Amerika moliya ministrining qo'l ostidagi moliya jinoyatchilarini bir taraf qilish organiga yetkazgan ekan. Endi biz ismini atab o'tgan bu 5 cho'ng banka Xitoy xaridorlarining naqd pulni ko'tarib akab qo'ygan, soni yuqori bo'lgan bu pullarni hamda gumonliq deb qaragan bu pullarga arxiv turg'izib, bu arxivlarni moliya jinoyatchilarini bir taraf qilish degan organiga sunib turgan ekan. Moliya jinoyatchilarini bir taraf qilish organimi bu biz ismini atab o'tgan bankaga qo'yilayotgan qonunsiz pullardan xabardor bo'lib turdi ekan. Endi Amerikaning qonuni bo'lsin, g'arb davlatlarining qonuni bo'lsin,
Bu biz yuqorida ismini atab o'tgan banklar shunda qora pullarni qabul qilish, qora pullarni yuvib berish qatorliq harakatlari qonunga nisbatan qonunsiz va qonunga uyg'un kelmaydi ekan. Aslida bu banklar qonunsiz pullarga nisbatan qarshi turish, qonunsiz pullarni qabul qilmaslik, rad qilish pozitsiyada bo'lish kerak ekan. Lekin aksicha 10 yildan ortiq bu banklar qonunsiz pulni qabul qilish, qonunsiz pullarni yo'tkab berish, yuvib berish ishlariga yaqindan yordamda bo'lib kelgan ekan. Bundaqkan bu banklar qonun bo'yicha jazolandi ekan, bankning xo'jayinlari turmaga tashlandi ekan. Lekin bu banklar bu xizmatni 10 necha yil davom qildi degan gap, bunday aytganda Amerika hukumatining ruxsatini ilib qildi degan gap ekan. Amerika hukumatining bu banklar qo'ygan sharti nima deganda, banklar gumon qilgan g'ayri insonlarning harakati va uningki pul taraqqiyotiga oid uchurlarni har vaqt tafsili doklad yozib, Amerika moliya ministrining qo'li ostidagi moliya jinoyatchilarini bartaraf qilish organiga yetkazib turish kerak ekan. Ya'ni bunday aytganda, ochiq qilib deganda, bu bankaga ko'tarib kelgan qonunsiz pul, qora pullarni bu banklar xuddi qonunli shaklda qabul qilib, xaridorning talabi bo'yicha Amerika davlatiga yo'tkab, yana bir jihatdan bo'lsa, bu uchurlarni Amerika hukumatiga davomli yetkazib turdi ekan. Endi Amerika hukumati nima uchun bu banklarga ruxsat qilib, bu banklar qonunsiz pul egalarining pullarini yuvib berdi desak, hamda mana shundoq uzun vaqt davom qildi desak, ya'ni 1999-yildan 2017-yilga qadar, bunday aytganda 21 yil jarayonida. Javobi nihoyat oddiy ekan. Biliq tutadigan qamoqning jipini uzun qo'yib berib, biliqning yo'g'ini tutishgan. Biliqning yo'g'ini tutish uchun qamoqning jipini 21 yil qo'yib berib, uningdan keyin tutadi ekan. Uningdan keyin tutgan vaqtida mana shundoq yo'g'on biliqlar Amerikaning qamoqiga ilinib qoldi ekan. Endi Amerika hukumati qora pul yuydigan shaxsiy jinoyatchilarni tutmoqchi bo'lsa, buningga bundaq uzun vaqt ketmaydi ekan. Gumonli odamlarni bayqisa, ya 1 yil ya 2 yil kuzish orqali uni bir taraf qilib oldi ekan. Masalan, xalqarodagi Meksika taraflardagi zar chekimlik atkazchilari, O'rta Sharqdagi qonunsiz qurol savdogarlarini bir taraf qilishda uningga uzun bo'lmaydi ekan. Ko'p bo'lsa 3-4 yilda ularni o'ng'ayla bir taraf qildi ekan. Endi 20 yil sabr qilib, uningdan keyin qamoqning jipini yig'adigan ish nima deganda, u bo'lsa-mu bir hokimiyatni biliqqa o'xshash qamoqqa ilindirdi ekan. U hokimiyat qanday hokimiyat deganda, Xitoy kommunist hokimiyati ekan. Bunda aytganda Amerika hukumati u o'lsa, mana shunday o'laydi ekanda. Endi bu ikkinchi bosqichda qamoqning jipini yig'ish usuli ekan. Boshda biz deb o'tganimiz qamoqqa ilindirish jarayon. Endi qamoqning jipini yig'ish jarayoni. Bu jarayon bo'lsa, Amerika hukumati uchur tarqitish bir torbat orqali, bu torbat uningdan keyin xalqaro tekshirish muxbirlar birlashmasi bilan bu uchur axborotlarni tang baharmon bo'lish. Endi biz xalqaro tekshirish muxbirlar birlashmasi degan birlashma qanday birlashma deganda, bu muxbirlar birlashmasi 17 davlatdan tarkib topgan 100 dan ortiq minavar muxbirlar birlashgan bir birlashma jamiyat ekan. Bu 17 davlatlar qaysi davlatlar deganda, Amerika va Yevropa davlatlaridan tarkib topgan 17 davlat ekan. Bu xalqaro tekshirish muxbirlar birlashmasi ayni vaqtida qonunsiz tamok savdogarlarini, qonunsiz qurol savdosi bilan shug'ullangan guruhlarni, har xil shaklda boji o'g'rilgan guruhlarni oshkorlab bir taraf qilgan ekan. Bu xalqaro tekshirish muxbirlar birlashmasi Panama davlatining maxfiy hujjatlarini oshkorlagan ekan. Yana 1 yilning oldida Xitoy hukumati atalmış Şinjangda qurib chiqqan nurg'unlagan lagerlarning dalil isbot hujjatlaridan tortib oshkorlagan ekan. Bu xalqaro tekshirish muxbirlar birlashmasi degan organ bek yomon, bek iqtidorliq deb nomi bor ekan. Hozirgi Rossiyaningki prezidenti Putin bu muxbirlar birlashmasi degan organni Amerika markaziy istixborot organi deb qaraydi ekan. Amerika hukumati o'zi bevosita buni oshkorlasa,
u chaqda hukumatga nisbatan nurg'un qulaysizliklarni keltirib chiqardi ekan. Cho'nglashqa xalqaro tekshirish muxbirlar birlashmasi orqali bu cho'ng biliq voqeasini internet va medialarda oshkor qilish orqali uningdan keyin Amerika hukumati xabar topgan shaklda bu ishga rasmiy qo'l soldi ekan. Endi yana bir jihatdan aytganda, qamoq tushgan Xitoy amaldorlari bilan bundan keyin siyosiy o'yin ilib bordi ekan. Yuqorida ismi atalgan bu 5 cho'ng banka Xitoy davlatining har sohadagi hukumat amaldorlari bilan yaxshi munosabati bor ekan. Masalan, Germaniyaning Deutsche Bankning o'zi ham Amerika hukumatiga yo'llagan qonunsiz pulning soni 1 trillion 300 milliard Amerika dollari ekan. Amerikadagi Morgan bankasining oshkor qilgan pulning soni bo'lsa 500 milliard Amerika dollari ekan. Ayni vaqtida Morgan bankasimi Xitoy amaldorlarining avlodlarini mushu bankada ishlashga ruxsat qilgan ekan, hamda bu bankada yuqori vazifalarda xizmat qilgan tarixlari bor ekan. Buningdan boshqa Hong Kongning HSBC Standard Chartered banklari Hong Kong va Xitoy davlatlarida bank tijoratini taraqqiy qildirib, nurg'un qonunsiz pulning arxivlarini Amerika hukumatiga sungan ekan. Dünya bo'yicha qonunsiz pulni yuvish jinoyati bilan shug'ullangan guruh qaysi deganda hozirgi Xitoy jinoyatchi hokimiyat ekan. Hamda Rossiyaning 1 yillik tafovutini bilmoqchi bo'lsak, hozirgi Xitoy davlatining Guangdong o'lkasining tafovati bilan tengkan. Lekin dunyo bo'yicha yuqori sansepirlik qora pulni yuyadigan davlat qaysi deganda hozirgi zolim kommunist hokimiyat ekan. Mana mushu Xitoy kommunist hokimiyatining chet elga yo'tkigan qora puli 2 trillion Amerika dollaridan eshib ketar ekan. Amerika hukumati jinoyatchi Xitoy kommunist hokimiyatini qamoqqa tushirish uchun oldi bilan Xitoyning yuqori sansepirlik iqtisodini Amerikaga eqib kirishiga yo'l ochib bergan ekan. Hamda hozirgi vaziyatga kelsak, Amerika Xitoy o'rtasida düşmanlashish vaziyati boshlandi. Bunda vaqtida Amerika hukumati Xitoy amaldorlarining 2600 dan ortiq muhim hujjatlarini oshkorlasa, u chaqda Amerika davlati darhol qonun turg'izib, qonunliq uyoq-buyoq qilib etishga to'g'ri keldi ekan. Shunlashqa Amerika hukumati nayt ustuliq abchil bir chora bilan xalq ichidagi shaxsiy organlar orqali, ya'ni xalqaro tekshirish muxbirlar birlashmasi degan organ orqali bu qamoqqa ilingan 2 trillion Amerika dollaridan ortiq pulning voqeasini oshkorlab etishgan. Bu pul Amerikaning qo'liga tushib qoldi. Bu pulni og'ing bormi? Asan qanday olmoqchisan degan signalni berishgan. Ya'ni bunday aytganda Amerika qo'liga tushirib bo'lgan bu pulni tekshirayotgan bir shaklda ko'rindi ekan. Amerika markaziy istixborot organimi bu xalqaro tekshirish muxbirlar birlashmasi bilan yaqindan hamkorlashadi ekan. Amerika hukumati bundan keyin qaysi hujjatlarni oshkorlaydi, qaysi hujjatlarni sir qilib saqlaydi, buni endi Amerika o'z bekitdi ekan. Bu voqea har bir Xitoy amaldorlarining beshida laylab turgan bir xanjarga o'xshaydi ekan. Amerika hukumati bu laylab turgan xanjarni Xitoy amaldorlarining beshiga aldirab tushirib etmaydi ekan. Amerika hukumati har bir Xitoy amaldoriga nisbatan o'xshamagan shaklda bundinki muomala qiladi ekan. Amerika hukumati bir qism Xitoy amaldorlarining materiallarini oshkorlab qo'ysa, Xitoy hokimiyat ichida shu zamot keskin kurash paydo bo'lib ketar ekan. Hozir Xitoy amaldorlarining hammasi bu xabarni anglagandan keyin yuragi pok-pok meni oshkorlab qo'yamo degan andishda yashaydi ekan. Navoda Amerika hukumati bir qancha Xitoy amaldorlarining maxfiyatini oshkorlab qo'ysa, birinchidan chet eldagi mablag'i yo'qab, ikkinchidan Xi Jinping tarafidan kallasi ilindi ekan. Ham pulidan arilib, ham kallasidan ketar ekan. Bu Xitoy amaldorlarining bundan keyin jinini saqlab qolaman desa, aqlliqlari endi Amerika tarafini izlashga to'g'ri keldi ekan. Bunda aytganda Amerika hukumatining Xitoy hukumatining siyosiy tuzilmasini o'zgartirish planiga moslashishga to'g'ri keladi ekan. Ya'ni Amerika hukumatining ko'rsatgan yo'li bo'yicha Xi Jinping hokimiyatini ag'dirib etish yo'lida qo'lidan qanchalik ish kelsa shuni davomlashtirsa, bir jihatdan hozirgi Xitoy diktator hokimiyatini
o'rishda to'kib ko'rsatgan bo'ladi ekan, yana bir jihatda Amerikadagi pullarga qonunliq erishgan bo'ladi ekan. Bunda aytganda hozirgi Xitoy amaldorlari siyosiy o'zgarish ishlari bilan shug'ullanish kerak ekan. Bu siyosiy o'zgarish ishlari bilan shug'ullangan Xitoy amaldorlariga Amerika hukumati yordam qiladi ekan. Lekin Amerika hukumati oshkorlamasi bo'lmaydigan bir qism odamlar bor ekan. U odamlar bo'lsa, Xi Jinping guruhi chambar ichidagi Xitoy amaldorlar ekan. U Xitoy amaldorlar bo'lsa, Hong Kongda qonliq bosirayotgan Xitoy amaldorlari, Xi Jinping hokimiyati yenidagi chaparmanlari, atalmış Xinjiang Abdunum rayonining bosh sekretari Qin Chango va Qin Changoning chaparmanlari birinchi bosqichda oshkorlandi ekan. Amerika hukumati mana shu taktika orqali qaysi Xitoy amaldorlari Xi Jinpingga yaqin turdi ekan, shu amaldorning maxfiyatini oshkorlaydi ekan. Bunda aytganda Xitoy amaldorlariga berayotgan signal nima deganda, yoki Xi Jinpingga qarshi turadigan maydonda tursan, yoki Xi Jinpingning yanida yaloqchi bo'lib, o'zingni oshkorlaydigan yo'lni tanlaysan. Mana bu Xitoyning 36 yili degan taktikasining bo'rini qo'g'lab, yo'lvosning oldiga ishtirish degankan. O'zaro talashishga selishgan. Yıllardan beri Xitoy amaldorlari o'zining afzal huquqidan foydalanib, pul deganni tepib, bu pullarni chet el Amerika davlatlariga yo'tkab, bola chaqa urug' tuqqanlarini chet el Amerikalarga chiqarib etib, u urug' tuqqanlari podshodek turmushda yashab, rahat farog'atni surib kelgan ekan. Endi bu Xitoy amaldorlarining surgan rahat farog'at kunlarining hisobini beradigan kun keldi. Birinchidan chet eldagi mol-mulklar oshkorlansa, u Xitoy amaldori Xitoyda turib kallasi kesildi ekan. Kallasi kesilmagan taqdirdami chet eldagi puli musodir qilingandan keyin Xitoyda tirik turib jini chiqib ketar ekan. Amerika davlati tashqi jihatdan Xitoyni harbiy jihatda qorshashga boshladi. Masalan, Amerika davlati, Avstraliya davlati, Yaponiya, Filippin, Tayvan, Hindiston qatorliq davlatlar bilan hamkorlashib Xitoyni harbiy jihatda qo'rshash, harbiy jihatda besim qilish vaziyatini kuchaytiryapti. Bir qancha kunning oldida Birlashgan Davlatlar Tashkilotida ichilayotgan yig'in orqali Yevropa davlati, Sharq Janub Osiyo davlatlari Xitoy davlatiga bo'lgan pozitsiyani tubdan o'zgartirib, Amerika davlatini qo'llash tarafdoriga o'tibdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yig'inda Xitoy qarta qattiq pozitsiyada so'z qilgan Yevropadagi Fransiya davlatining prezidenti Macron apandi bo'lib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yig'inida ochiq oshkora Xitoy hukumatini ayiblab, Uyg'urlar ustida irq qirg'inchilik ilib beryapti. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti cho'qim bir tekshirish umugini qurib, atalmış Xinjiang Uyg'ur Abdunum rayoniga berib, amaliy tekshirish ilib berish kerak debdi. Bu demak, Fransiya davlati Xitoy davlatiga nisbatan qattiq norozilikni bildirishga boshladi degan gap. Uningdan boshqa Yevropa Birligining yuqori amaldorlaridan bo'lgan Germaniyadan Merkel xonim, Yevropa Birligining raisi von der Leyen, Yevropa Kengash palatasining raisi Michel qatorliq rahbarlar 8-oyning oxirida Xitoyning raisi Xi Jinping bilan ekran yig'ini ochgan vaqtida Yevropa Birligining bu uch cho'ng rahbari Xi Jinpingga ochiq oshkora holda Hong Kong kishilik huquq masalasi, Uyg'urlarning inson huquq masalasi qatorliq masalalarni orqa-orqadan Xi Jinpingning oldiga tashlab, Xi Jinpingga bo'lgan muomalasi nihoyat keskin bo'lgan. Xi Jinping bu gaplarni anglab terikib ketib, sizlar inson huquqi bilan savdo tijoratni bir yerga akab bog'layapsizlar. Yevropaliklar bizga kishilik huquq o'qituvchisi bo'lmasin deb qo'pol muomalada bo'libdi. Shuning bilan Xitoy Yevropa munosabati yomon vaziyatga aylanibdi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining yig'inida Prezident Trump apandimmi Xitoy hukumatiga intayin g'azablangan holda so'zlab, Xitoy hukumati bo'lsa ichki jihatdan o'z xalqiga kishilik huquq ziyonkashligini ilib beryapti. Tashqi jihatda bo'lsa virus orqali butun dunyoga og'ir ziyon keltirdi. Xitoy hukumati bu javobgarliklarni ustiga olish kerak. Amerika hukumatining hozir intayin ilg'or qurollari bor. Allah bu ilg'or qurollarni Xitoy davlatiga ishlatishdan saqlasin debdi. Bu demak, Xitoy hukumati xatoligini bo'yniga olmay, g'idin-pidin qilaman deydi ekan. Bu chog'da Xitoy davlatini yo'q qilib yetaman degan ma'no chiqadi ekan.
Xəbərimiz tügüdü. Həmmənlərin qimmatli vaxtınlar üçün köpdən köp rəhmət.